bepul arzon o'sha qilayotgan xarajatingizni qistingizga olib qo'yayotgan video bo'ladi. Oxirigacha ko'rsangiz agar maslahatlarga e'tibor berib to'liq eshitsangiz videoni sizga ancha foydali bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Juda ham ko'p savollar kelyapti. Polshaga, Yevropaga qanaqa boramiz? O'zi xabarlaringiz bor, bundan oldin ham aytib o'tilgan. Polshaga yana kelish qiyin, viza olish qiyin edi shu vaqtgacha. Endi bundan keyin mana bu may oyidan aniq bo'ladi yana o'zgarishlar bormi yo'qligini. Chunki sababi жеребьевка olib tashlandi. Жеребьевка olib tashlagandan keyin hozir misol uchun sizda приглашение bo'lsa agar 10 kun, 15 kun ichiga siz suhbatga kirib chiqsangiz bo'ladi, javobi aniq bo'ladi. Bizlardan hozir xudo xolasa may oyidan odamlar kirishni boshlaydi suhbatga. O'shandan keyin bir aniq ma'lumot ayta olamiz, viza kuchaydimi, kuchaymadimi. Lekin undan keyin aka-ukalar, opa-singillar, ko'pchilik so'rayapti, Yevropaga qanaqa boramiz, qanaqa borilmaydi. Shu oldindan shu mavzuga o'tmasdan oldin bitta narsani ta'kidlab, ya'ni tasdiqlab o'tmoqchiman. Siz misol uchun Germaniyaga harakat qilyapsizmi yoki Angliyaga harakat qilyapsizmi? Siz bora olmaysiz o'sha tarafga. Nima uchun bora olmaysiz? Chunki siz o'sha harakatni nimadan boshlayapsiz? O'sha misol uchun siz menga aloqa chiqyapsiz. Germaniyaga qanday borsam bo'ladi? Germaniyaga mana shunaqa borsam bo'ladimi? Mana shu odam jo'nataman deyapti. Unaqa qilyapti. Ish beruvchi rus ekan, ish beruvchi o'zbek ekan, ish beruvchi tojik ekan deb chaqiryapti deb aloqaga chiqyapsizlar. Endi aka-ukalar, Germaniyaga shuni aytib o'tmoqchiman. Sizlarni hozircha sezonli ishga hech kim chaqirmaydi. Chaqira olmaydi, ishga jo'nata olmaydi ham Germaniyaga. Germaniyaga kimlar borishi mumkin? Dalli momentda. Germaniyaga kim o'sha tilni B kategoriya B1, ya'ni B1 darajada bilsa, ya'ni suhbatlashish darajasida bilsa agar, o'zlarini hunari, ya'ni siz medbrat bo'lsangiz, doktor bo'lsangiz, hamshira bo'lsangiz, borishingiz mumkin. Atak boshqa yo'nalishda keyin furachilar borsa bo'ladi. Boshqa yo'nalishda bora olmaysiz. Siz u yoqda ish beruvchi o'zbek bo'ladimi, tojik bo'ladimi, rus bo'ladimi? Bular hammasi kidallar, mashinnik degani. Siz misol uchun o'sha qayga firmagami yoki boshqa internetdan topasizmi, hammasiga pul to'laysiz, uxlatib ketasiz. Shuning uchun unaqa ish beruvchi o'zbek ekan, ish beruvchi rus ekan, men skladga boryapman, men zavodga boryapman, unaqa narsa yo'q akalar. Unaqa narsani esdan chiqaringlar. Daniyaga ham xuddi shunaqa, Daniyaga ham bora olmaysiz. Siz meni borganimga qiziqmang. Meni borganim, men Yevropaning ichida bo'lib turib, Yevropaning ichida kelganimdan keyin o'tib ketganman Daniyaga. Atak primoy Daniyaga harakat qilish uchun ancha pulingiz ketadi, 5-6 ming dollar. Siz til bilishingiz kerak, inglizchani chotki darajada. Siz yoshingiz 29 dan o'tmagan bo'lishi kerak Daniyaga borish uchun. Va shuni ham unutmaysizlar. Kim jo'natadi degan gaplaringizga hech kim jo'natmaydi. Shuning uchun harakat qo'ytirmaydi. Agar siz Daniyaga hozir harakat qilmoqchi bo'lsangiz, Daniyaga kidalla bo'lasiz. Germaniyaga harakat qilmoqchimisiz, til bilmaysizmi? Yana kidalla bo'lasiz. Shuning uchun eng oson varianti mana misol uchun Slovakiya, Bolgariya, Latviya, Litva, endi Litva ham отказ qildi, vizani bermaydi. O'zbekistondan turib, venja qilib olib ketiladi. Ya'ni siz bu yerga kelib, keyin topshirib, keyin olsangiz bo'ladi. Atak chekkadan olib bo'lmaydi Litvaga ham. Xo'p, Slovakiya, Sloveniya, Polsha, ya'ni oson davlatlarda. Endi qarang, sizlarga bu siz aytishingiz mumkin, men bu davlatlarga qanday qilib ish topaman? Yoki kim jo'natadi? Siz topa olasizmi yoki siz qilib bera olasizmi, siz jo'natib bera olasizmi degan aka-ukalar, opa-singillar. Menga ko'pchilik aloqa chiqyapti, viza qilib bering. Men eshitdim siz viza qilib berar ekansiz. Men eshitdim siz Yevropaga odam jo'natar ekansiz. Siz odam chaqirar ekansiz. Aka-ukalar, opa-singillar, men Yevropaga odam chaqirmayman. Men odam jo'natmayman. Men viza qilib bermayman. Vizani elchixona beradi. Ishga hech kim chaqira olmaydi bega, hech kim ishga sizni jo'nata olmaydi. Chunki vizani elchixona hal qilgandan keyin qolgan odamlarda haqqi yo'q sizni jo'natishga. Faqat elchixona hal qiladi sizni viza olib ishga borishingiz yoki kelishingizni. Shuning uchun men garantiya degan odamlarga ishonib o'tirmang. Vizani faqat elchixona hal qiladi. Elchixona o'tganingizdan keyin misol uchun men ish bor deb garantiya bersa bo'ladi. Viza yo'q joyda garantiya bu to'g'ri kelmaydi hisob-kitobingizga. Xullas, endi misol uchun siz deylikki, men faqat приглашение qilib bera olaman Polshaga. Lekin Polshaning sharoitini ko'rib turibsizlar. Polshaga riskovat qilish mumkin. Risk qilishingiz mumkin. Agar yo pulingizga kuyasiz, yo viza olasiz. Uni oldindan hech kim bilmaydi. Misol uchun mana shu vaqtgacha viza qilganlarimdan 2 kishi viza olgan bo'lsa, men bilganlarim, men yaqinda yana ma'lumotlarni eshitib qoldim. Men приглашение qilib bergan aka-ukalar viza olgan,
o'sha Polshaga kelib ishlayapti ekan, lekin undan meni xabarim yo'q. Menga aytishmagan. Endi bu menga hech qanaqa zarar yo'q. U kishilarga ham hech qanaqa zarar yo'q. Menga misol uchun aytsa, menga pul berish ham kerak emas. Hech qanaqa muammo yo'q. Lekin eshitishim bo'yicha yaqinda ikki kishi viza olib kelibdi o'zi. Polshaga ishlayapti ekan, boshqa yo'nalish bo'yicha, endi oyligi kattaroq yo'nalish bo'yicha. Endi qarangizlar, mana undan oldin menga aytganlardan ikki kishini bilaman, ikki kishi viza olganini videosini ham qo'yganman. Mana bu ikki kishi viza olgan bo'lsa, 4 kishi. Endi qarangizlar, men bu yerda faqat bu kishilarga приглашение qilib berganman. Viza qilib bermaganman. Vizani men qilib bermayman. Vizani o'zi, misol uchun men sizga приглашение qilib bergan bo'lsam, siz elchixonaga kirasiz, suhbatdan o'tasiz, elchixona sizga qaror qabul qiladi, ya'ni viza berish yoki bermaslik. Agar viza bersa, siz kelsangiz bo'ladi. Endi qarang. Viza mana misol uchun mana viza olib keldi aka-ukalarimiz. Bu odamlardan men pul olganim yo'q qo'shimcha. Viza olding sen, mana shu yerga yetib kelding deb bu odamlardan pul olganim yo'q. Chunki bu vizaga meni aloqam yo'q. Men faqat приглашение qilib berganman, pulimni olganman, tamom. Shu bilan tamom. Men boshqa bulardan pul olmayman. Pul olishga haqqim yo'q. Lekin bir xil firmalar bor. Siz приглашение olasiz, viza olganingizdan keyin yana ularga bir $2000, $3000 pul berasiz viza olganingiz uchun. Lekin u vizani siz o'zingiz olib chiqdingiz elchixonaga kirib. Unga sizga siz joyingizga men kirganim yo'q yoki men sizga elchixonaga telefon qilib, mana men odam deganim yo'q. Chunki elchixonani hech kim gaplashmaydi. U yerda tanish bilishchilik yo'q. Shuning uchun aka-ukalar mana viza olib keldingiz, viza oldingizmi, siz hech kimga pul должен emassiz. Ya'ni siz menga ham pul bermaysiz. Mana shu akalar kelyapti, menga hech kim pul bergani yo'q. Ular o'z mehnati bilan kirib, o'z mehnati bilan olib chiqyapti. Ya'ni shu o'rinda ham narsani aytib o'tishim kerak. Agar siz viza ola olmasangiz ham, siz viza ola olmaganingizning sababi men emasman. U holda siz viza to'lovlaringizga kuyasiz. Faqat приглашение kuymaydi. Приглашение qayta-qayta ishlatsangiz bo'ladi. Siz viza ola olmasangiz, unga men aybdor bo'lmayman. Siz viza olsangiz ham, unga ham men sababchi bo'lmayman. Viza olganingizning sababchisi men emasman, o'zingizsiz. O'zingiz sabab olgansiz, ya'ni suhbatdan o'zingiz o'tgansiz, elchixonada suhbatdan o'tgansiz, vizani sizga bergan. Siz o'ta olmasangiz ham, unga men aybdor emasman. Mana shu ikki tarafini ham o'ylash kerak, plusini ham, minusini ham. Men agar viza ola olmasangiz, men vinovat emasman. Viza olsangiz ham, men sizga siz joyingizga suhbatga kirib viza olib bermaganman. Siz viza olgan taqdirda siz menga pul to'lamaysiz qo'shimcha. Kelasiz, xohlasangiz o'sha viza приглашение olingan joyga borib ishlaysiz. Xohlasangiz o'zingizga boshqa joylaringiz bo'lsa, boshqa joylaringizga borib ishlasangiz ham bo'ladi. Endi xo'p, kelaylik asosiy mavzuga. Aka-ukalar, viza olish uchun mana приглашение qilib beryapman Polshaga, xabarlaringiz bor. Lekin bitta men qilib berganim yo'q, butun hamma qilib beradi, firmalar ham qilib beradi. Endi yana bitta aytib o'tmoqchiman. Siz misol uchun o'sha приглашениeni menga misol uchun menga pul to'lamasdan yoki boshqa firmaga pul to'lamasdan, bizlarni meni ham aralashtirmasdan, boshqalarni ham aralashtirmasdan o'zingiz ham primoy harakat qilib olsangiz bo'ladi. Buni oldin ham video qilib aytganman. Qaysi saytlardan kirish kerak, qayerlardan kirib so'rash kerakligini aytganman. YouTube'ga ham главный stranitsaga qancha davlatlarda o'sha saytlari qo'yilgan, ish topayotgan saytlari qo'yilgan. O'shadan odamlar topib o'zi harakat qilib kelayotganlar ham bor. Mana ko'rdik, viza olib kelayotganlarni. Endi o'shani yana sizlarga qaytib o'tmoqchiman. Prosta odamlar erinadi. O'shani sizlarga batafsilroq tushuntirib o'taman. Menga misol uchun menga pul to'lamaysiz, o'zingiz harakat qilasiz. O'sha misol uchun menga to'layotgan pulingizdan 10 barobar kam xarajat qilishingiz mumkin yoki вообще bepul olishingiz mumkin, omadingiz kelib qolsa agar. Lekin bu uchun sal kallarni ishlatish kerak, vaqt ajratish kerak, izlanish kerak, o'qish kerak, o'sha saytlarga kirib gaplashish kerak. Keyin o'shandan keyin bir-birlaringizga to'g'ri kelsangiz agar, ma'qul kelsangiz, o'sha ish beruvchilar sizga приглашение jo'natadi, o'zingiz keyin harakat qilib, misol uchun viza nasib qilgan bo'lsa, vizani olib borib ishlasangiz bo'ladi o'sha davlatingizga. Endi kelamiz glавный mavzuga. Endi qanaqa qilib olinadi, qayerdan topiladi, qanaqa qilib gaplashiladi, shular haqida gapirib o'taman. Oddiy hozir ommabop, ya'ni hamma bilayotgan, yo 7 yoshdan 70 yoshgacha biladi, ChatGPT bor akalar. ChatGPTni oddiygina skachat qilasiz. ChatGPT nima deyotganlarga, ChatGPT bu sun'iy intellekt, ya'ni sizga bepul yordamchi. Sizni xohlagan savolingizga chotki qilib, ya'ni 90% to'g'ri javob beradi. Misol uchun ko'p menga o'xshaganlarning mingtasini bilmayotgan narsasini ham ChatGPT biladi. Yoki любо konsultantni ham o'sha bilayotgan narsasidan 10 barobar, 100 barobar ko'p narsani biladi. Shuning uchun oddiy ChatGPT uni qayerdan olamiz desangiz, bu oddiy bir programma. Oddiy telefoningizga, misol uchun sizniki Android bo'lsa yoki iPhone Android bo'lsa, Play Marketga kirasiz. Play Marketga kirib, oddiy lotinchada chat GPT deb yozasiz. Ya'ni GPT deb o'qiladi. Siz chat
katta harflar bilan GPT deb yozasiz, o'sha ChatGPT kelib chiqadi. Oddiy. O'shani skachat qilib olasiz, aka ukalar, opa singillar. Skachat qilganingizdan keyin kirasiz. U yerda pullik versiyasi bor, bepul versiyasi bor. Sizda pullik versiyasi kerak emas. O'sha bepul versiyasini ishlatsangiz ham bo'laveradi. Bepul versiyasi ham sizga mana shunday dahshat ma'lumotlarni beradi. Gapimga ishonavering. O'zim ishlatib ko'raman o'sha narsani. O'zim ham ishlataman shu vaqtgacha. Juda zo'r ma'lumotlarni beradi. Shunday savol berasiz, savolingizga javobni beradi, chotki qilib. Endi qarang, buni qilamiz. ChatGPT ga kirdingiz. Siz misol uchun yozasiz o'sha yerda, xohlasangiz o'zbekcha yozing, xohlasangiz ruscha yozing, любой tilda gaplashadi. Lekin голосовойda ko'proq ruscha yaxshiroq javob beradi. O'zbekcha голосовойga ko'p yaxshi javob bermaydi. Shuning uchun sizga maslahatim, agar голосовой orqali gaplashsangiz, голосовой gapirib gaplashmoqchi bo'lsangiz, ruscha gaplashing. Yozma shaklda yozsangiz ham chotki qilib javob beradi. Yozma shaklda qanaqa qilib yozasiz? Misol uchun deyaylikki, siz oddiy Polshaga, primoy Polshaga kelmoqchi bo'lsangiz, Polshadan sizga ish beruvchi kerak bo'lsa, siz Polshaga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, siz menga misol uchun приглашение to'lov qilmoqchi emassiz, o'zingiz harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ChatGPT ga kirasiz u, yozasiz pastiga. Faqat to'liq chiroyli qilib yozing. Men deng, men O'zbekiston fuqarosiman, mana shu yoshdaman, kasbim mana shu. Men faqat O'zbekistondaman yoki Rossiyada ishlab yuribman, shunaqa qilib. Menda Yevropadan ish kerak. Misol uchun, например, Polshaga ish kerak. Meni kasbim mana shu, yoshim mana shunda. Men Yevropaga ishga bormoqchiman. ChatGPT menga Yevropadan mana shu kasbim bo'yicha ish beruvchilarni topib ber. Ya'ni u ish beruvchi o'zbekistonliklarga приглашение jo'natayotgan, yoki O'zbekiston fuqarolariga ishga olayotgan va taklifnoma beradigan ish beruvchilarni menga topib ber desangiz, ChatGPT sizga o'sha yerda o'zi sizga mos bo'lgan, sizning kasbingizga mos bo'lgan ish beruvchilarni topib beradi, saytlarni topib beradi. Yoki saytlarga men vaqtim yo'q, saytlarga men o'rashishni xohlamayman, bosh qotirishni xohlamayman, men cherish uchun dambal odamman desangiz agar, unga ham aytsangiz bo'ladi, ChatGPT menga primoy ish beruvchini, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ish beruvchini kasbim bo'yicha topib ber. O'zini telefon nomerlarini, elektron pochtalarini, o'zlarining veb saytlarini topib ber. Ular bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashmoqchiman deb aytsangiz agar, sizga o'sha sizni kasbingizga mos, misol uchun siz endi haydovchilikni qo'shmaymiz. Haydovchilik chetga to'g'risi oddiy B kategoriya bo'yicha bermaydi. Endi Y kategoriya bo'yicha, C kategoriya bo'yicha topsangiz bo'ladi, lekin B kategoriya bo'yicha ololmaysiz deb o'ylayman. Harakat qilib ko'ring B kategoriyaga ham. Endi men topa olmadim, balki siz harakat qilib toparsiz. Любой yo'nalishingiz bo'yicha topsangiz bo'ladi. Bu ayollarga ham tegishli, erkaklarga ham tegishli. Yozasiz o'zingizning yo'nalishingizni, yoshingizni, xullas o'zingizda ma'lumot berasiz. ChatGPT ham o'zi sizga moslab o'sha ishlarni topib beradi. Ish topib bergandan keyin o'sha ish beruvchi katta ehtimol bilan sizga polyakcha gapirish kerak. Ya'ni siz qaysi davlatni ish beruvchisini topsangiz, siz o'sha qaysi davlatni, misol uchun Polshadan topsangiz, polyakcha gap yozadi. Misol uchun boshqa davlatdan topsangiz, o'zining tilida yozadi. Agar siz misol uchun ruscha говорящийga tushib qolmang. Juda ko'p joyda mashinniklar o'tiradi, ruscha говорящий, sizdan ruscha gaplashib, pulingizni olishga harakat qiladi. Ularga ishonmang. Faqatgina primoy sizda misol uchun qaysi davlatga aloqaga chiqayotgan bo'lsangiz, qarang, bu Angliyaga, Germaniyaga va shunga Daniyaga, shunga o'xshagan chirchur kuchli rivojlangan davlatlarga aloqasi yo'q. Bu faqat Polsha, Slovakiya, Sloveniya, Bolgariya, Xorvatiya, Vengriya, mana shunaqa davlatlarga tegishli, oddiy, Yevropaning oddiy davlatlariga tegishli. Qolgan davlatlarga aldanib qolmanglar. Oddiy davlatlarga aloqa chiqsalaring, mana shulardan topib beradi. Keyin topib bergandan keyin o'shalarni WhatsApp nomeriga, yo bo'lmasa Telegram nomeriga, yo bo'lmasa elektron pochtasiga o'zingizning ma'lumotlaringizni jo'natasiz. Misol uchun, assalomu alaykum. Ya'ni perevod polyakchaga yoki o'sha qaysi davlatga jo'natayotgan bo'lsangiz, o'shani perevodchiga perevod qilasiz, kopirovat qilib o'shaga tashlab berasiz. O'shaga pasportingiz rasmini tashlaysiz, o'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz. Keyin men ishlamoqchiman, menga приглашение, ya'ni taklifnoma jo'nata olasizmi deb aytasiz. Keyin sizga u ma'lumotlarni, sizga o'zining javobini aytadi. Siz bittasiga yozib kutib o'tirmang. Toping, bir 100 ta toping, 100 ta ish beruvchi toping, hammasiga tashlang o'zingizning ma'lumotlaringizni. Bitta ma'lumotingizni bir joyga yozib oling, kopirovat qiling, kopirovat qilib o'sha 100 ta ish beruvchiga hammasiga o'sha ma'lumotlaringizni jo'nating. Hech bo'lmasa o'lib qolgan taqdirda 1% ga chiqadi-ku baribir.
1% hech bo'lmasa, lekin ko'p aloqa chiqadi. Lekin siz ko'proq odamga jo'natsangiz, qancha ko'p ish beruvchiga o'zingiz haqingizda ma'lumot jo'natsangiz, sizda o'sha priglashение olish imkoniyatingiz shuncha ko'payadi. Ya'ni siz 100 kishiga ish beruvchiga jo'natdingizmi, hech bo'lmasa sizga bittasi aloqa chiqadi. Buni esidan chiqarmang. Atak 10 ta, 20 ta, 30 tasi ham aloqa chiqishi mumkin. O'zingizga qaysi ma'qul bo'lsa, o'shanga harakat qilsangiz bo'ladi. Lekin ko'p joyga aloqa chiqing. Siz o'zingizga mosini, yo'nalishingiz, o'zingizning kasbingizga mosini topib, o'shalarga aloqa chiqsangiz, o'shalar birortasi sizga priglashение jo'natadi. O'zingizga mosini olasiz priglashение, o'sha bilan keyin elchixonaga borib topshirsangiz bo'ladi. Hozir elchixonaga, misol uchun, 4-5 oy kutsangiz shart emas. Priglashение qo'lingizda bo'lsa, 15 kunda suhbatga kirib chiqsangiz bo'ladi. Mana shunaqa. Bu ayollarga ham, erkaklarga ham tegishli, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Keyin misol uchun priglashение olganingizdan keyin navbatga qo'yasiz yoki qaysi davlatniki bo'lsa, misol uchun 1-2 so'm o'sha davlatni, deyarli Polsha bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa Slovakiya, Sloveniya bo'lishi mumkin, Bolgariya bo'lishi mumkin. Mana shu sug'urtachilar bor. Sug'urtachilar oldiga borsangiz agar 200 ming, 300 ming, 500 ming yoki 100 dollarga sizga navbatingizni qo'yib beradi. Hammaga har xil narx. Endi arzonlarini topsangiz ham bo'ladi o'zingiz izlab. Borib o'sha elchixonaga kirib suhbatlarni o'tib chiqsangiz bo'ladi. Vizalarni to'lovini qilib, yo viza olasiz, yo viza ola olmaysiz. Bunga ham hech kim sizga siz prima oldingiz, sizga garantiya viza deyilmaydi. Uni ham baribir elchixona hal qiladi sizda viza olish yoki olmasligingizni. Endi aka-ukalar, yana yosh chegarasiga kelib chiqsak, qarang, yosh chegarasi 18 yoshdan 60 yoshgacha bemalol harakat qilsangiz bo'ladi. Bir xil joylar bor, 65 yoshgacha ham oladi, shunaqa yo'nalishlar bor. Endi uni o'zingiz ChatGPTga yozsangiz, sizning yoshingizga mosga, siz yoshingizga moslab ish topib beradi. O'sha ish beruvchilar topib beradi. O'shalardan siz aloqa chiqib, gaplashib, ma'lumot olsangiz bo'ladi, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Keyin kasbingiz любой kasb bo'yicha topsangiz bo'ladi. Любой kasb. Bu yerda til bilasizmi, bilmaysizmi farqi yo'q. Imенно Polshaga tilga umuman farqi yo'q. Lekin siz qo'shimcha tillarni bilsangiz, misol uchun inglizcha bo'lishi mumkin, nemischa bo'lishi mumkin. Agar shu tillarni bilsangiz agar, bilingki imkoniyatingiz oddiy, misol uchun qolgan odamlarga qaraganda 50% dan 90% gacha imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi o'sha viza olishingizga. Chunki til bilgan joyga bilasiz, har doim eshiklar ko'proq ochiladi, tezroq ochiladi til bilgan odamga. Bu til endi aslida Yevropada butun dunyo bo'yicha ingliz tili ikkinchi til hisoblanadi. Butun dunyo bo'yicha ingliz tili любой joyda o'tadi. Polshaga ham, Slovakiyaga ham, Sloveniyaga ham, Bolgariyaga ham va o'sha Germaniya, любой davlatga ingliz tili o'tadi, xullas ikkinchi til bo'lib. Shuning uchun aka-ukalar, yana bitta maslahatim sizlarga, asnonoy ota-onalarga ham, yoshlarga ham maslahatim, til o'rganingizlar. Vaqtlaringiz bor, hozir O'zbekistondasizlar. Internetdan o'rgansangiz ham bo'ladi, onlayn o'rgansangiz ham bo'ladi, yoki o'qishga borib o'rgansangiz ham bo'ladi. Oddiy nemis tilini, shuncha qiyin bo'lsa ham, nemis tilini 6 oyda B1 darajada o'zi o'rgansa bo'ladi, bemalol. Oddiygina nemis tili ham qiyin, lekin o'shani ham 6 oyda yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Lekin siz o'sha til o'rgandingizmi, o'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi Germaniyaga keyin. Harakat qilish bilmasangiz, mana Germaniyaga yurgan aka-ukalar bor. Например, Germania Life degan kanal bor, Nodirjon akaniki. O'sha kishilarga til bilgandan keyin, faqat til bilmasdan turib aloqa chiqib o'tirmang. Yoki til bilmasangiz ham aloqa chiqsangiz bo'ladi, faqat ular o'zidan kurs bor, kurslarga o'qiysiz, o'shalar orqali keyin borsangiz bo'ladi. Faqatgina til bilganlar borsa bo'ladi Germaniyaga, oddiy odamlar. Til bilmasangiz foydasi yo'q. Keyin Germaniyaga ko'p pul ketadi, shuni ham bilib olingizlar. Birinchi Yevropaga kelib, Yevropaga joylashib olib, keyin yaxshi Yevropaning rivojlangan davlatlariga harakat qilib, mana shu yerda Yevropaning ichidan ham harakat qilib ketsangiz bo'ladi. Yevropaning ichidan osonroq hujjat qilasiz. Atak siz O'zbekistonda bo'lsangiz yoki Tojikistonda bo'lsangiz yoki boshqa davlatlarda bo'lsangiz, sal qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa bergan maslahatlarimni to'g'ri joy-joyga qo'yib ishlatsangiz, imkoniyatingiz juda oshadi. Endi kelsak, hurmatli aka-ukalar, kimnidir qarzi bo'lishi mumkin, MEPdan yo bo'lmasa sudga oshirilgan bo'lishi mumkin, yoki sud qilingan bo'lishi mumkin, yoki alimenti bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa boshqa narsalar bo'lishi mumkin. O'shalar biza borsak bo'ladimi deyishi mumkin. Hurmatli aka-ukalar, sizni viza olishingizga alimentni, kreditingizni, birovdan qarzingizni, imminna Polsha uchun gapiryapman, Polsha sudlanganlik ham so'ramaydi даже. Ya'ni boshqa davlatlar sudlanganlik so'raydi, lekin Polsha davlati sudlanganlik so'ramaydi. Siz sudlangan bo'lasizmi, davlatdan qarzingiz bormi, boshqa narsalaringiz bormi, Polsha davlatiga farqi yo'q. Viza berishga aloqasi yo'q.
Lekin siz viza olgan taqdiringizdan keyin sizni O'zbekistondan chiqishingizga zapretingiz bo'lsa, uni Polshani yoki vizani aloqasi yo'q unga. Uni siz o'zingiz borib MEPdan yoki suddan yoki boshqa tashkilotlardan o'sha chiqishingiz uchun qo'yilgan zapretni yechishingiz kerak. O'sha zapretni yechsangiz, keyin chiqib ketsangiz bo'ladi O'zbekiston territoriyasidan. Atak uni viza olishingizga, vizani atkazib berishiga yoki vizani olishingizga uni aloqasi yo'q. Sizni olayotgan qarzlaringizda, kreditlaringizda yoki sudlangan yoki sudlanmaganligingizda. Mana shunaqa narsaga ham e'tibor beramiz. Keyin ko'p savol berilayotgan savol-javoblar. Ayollar ko'proq boriladimi, erkaklar ko'proq boriladimi deyotganlarga, erkaklar ko'proq harakat qilganligi uchun erkaklar ko'proq kelyapti. Ayollar kamroq harakat qilganligi uchun ayollar kamroq kelyapti. Endi buni misol uchun ayollar ham deylikki kuniga 100 kishi erkak topshirsa agar, ichida bitta ikkita ayol bo'lib qolishi mumkin. Lekin ayollar ham misol uchun 100 ta topshirsa, hammani imkoniyati bir xil. Bu yerda ayol erkak degan narsa yo'q. Hammaga ish topiladi. Ayollarga ham erkaklarga ham ish topiladi. Hammaning ham imkoniyati bir xil. Misol uchun ayollar ham harakat qilsa, ular ham misol uchun nasib qilgani bo'ladi. Ko'p deydi-ku, ko'pdan ko'p ketadi, ozdan oz ketadi deydi-ku. Xuddi bu ham shunaqa. Ko'p odam topshirsa, ko'proq viza oladi. Kamroq odam topshirsa, kamroq viza oladi. Mana shunaqa. Bu yerda ayol erkak degan ayrimchilik yo'q. Hamma harakat qilsa bo'ladi. Boya aytganimdek, bu yerda men o'zimni reklama qilganim yo'q. Men aytayapmanki, menga aloqa chiqmasdan, firmaga aloqa chiqmasdan mana shu men bergan maslahatlarimni, men bergan o'sha ma'lumotlardan foydalanib, o'sha internetdan foydalanib, ChatGPTdan foydalanib, o'zingiz harakat qilib, o'zingiz hech kimning yordamisiz harakat qilib o'sha natijalarga erishsangiz bo'ladi. Bu uchun siz menga pul to'lashingiz kerak emas, yoki meni hamsoyamga pul to'lashingiz kerak emas, yoki men tog'imga pul to'lashingiz kerak emas, yo boshqa bir firmalarga pul to'lashingiz kerak emas bu uchun. Faqatgina mana shu videodan unumli foydalanish kerak. Aytgan narsalardan yaxshi foydalanish kerak, keyin vaqt ajratish kerak. Vaqt ajratsangiz, bu o'sha ajratgan vaqtingiz siz men uchun ajratmaysiz yoki katta xolam uchun ajratmaysiz. Hammasini o'zingiz uchun, o'zingizning kelajagingiz uchun ajratyapsiz bu vaqtni. Shuning uchun aka-ukalar, opa-singillar, bergan ma'lumotlarni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Если что yana yangiliklar bo'lib qolsa, yangi ma'lumotlar bo'lib qolsa, men sizlarga birinchilardan bo'lib chiqarishga harakat qilaman. Hozircha berayotgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta laykni bosamiz. Foydali bo'lmagan bo'lsa agar kommentariyani dizlayk bilan to'ldirib tashlaymiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Yevropada ko'rish nasib qilsin hammamizga. Sog'lik, salomatlikda. Bo'pti.